Sizni orqangizdan qanday ishlar yoki qanday gaplar, muloqotlar va hokazo bo'lyapti. Ketdik. Bugun kartamga savolim shu. Sizlar bilan Aida Taro o'rtoqlar, hammaga salom. Shaxsiy ko'rinish uchun WhatsAppdan yozasizlar. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan. Kim energiya men qilmasa, o'tib ketaveringlar. Bu ochilim sizlarga tegishli emas. Eslatib o'taman, bu общий расклад. Kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Хорошо, o'rtoqlar, ketdik. Так, birinchi bo'lib kartalaringizda отношениyangiz, ya'ni shaxsiy hayotingiz tushyapti. Ya'ni oilaviy bir erkak bilan muloqotingiz bo'layotgani va qandaydir sevgi borasida va hokazo chuvstvolar, his-tuyg'ular borasida siz unga bog'lanib qolganingiz va uni rostakasi yaxshi ko'rib qolganingiz chiqyapti. Lekin bu yerda karta aytayotgandek masofa bor. Yokida sizlar boshqa shaharda turasizlar, yokida sizlarda o'rtada masofa bor, yo boshqa viloyat va hokazo shunaqa narsa tushdi. Ketdik. Keyingisi savol ildiziga keladigan bo'lsa, orqangizda qanday suhbatlar va hokazo nimalar bo'lyapti sizni orqangizda. Tak, siz yana o'sha shaxsiy hayotingiz tushyapti kartalarda. Aqlingizdagi deyman, o'sha отношениyangizdagi insoningiz bu yerda bilasizmi, manipulyatsiya qilishni juda ham ko'p yaxshi ko'rar ekan. Lekin orqangizdan bir do'stiga ko'p, misol uchun orangizda nima suhbat bo'ladimi, nima va hokazo ish bo'ladimi, shunga o'xshagan oqqizmi tomizmi yetkazishi va unga aytishi chiqyapti do'stiga. Va u do'sti, bilasizmi, sizlarni yaxshi taniydi, ya'ni sizlar suhbatlashyapsizlar, ko'rishyapsizlar va hokazo. Do'stiga ko'p qandaydir yo maslahatlashishadi, yo boshqa narsa bo'ladi, yoki qandaydir nimadirlaringizni aytadi. Va o'rtangizda misolcha sir bo'ladigan gaplar bor, aytiladigan, aytilmagan, shunaqa bir gaplargacha hattoki aytishi chiqyapti. Tushuntira oldimmi? Shunaqa bir insonlar bo'ladi, oilaviy bo'lsa ham dunyoqarashi kengroq, sal o'zini bosib olgan bo'ladi. Yo'q, lekin siz gaplashayotgan, siz yoqtirib qolgan va siz suhbat qilayotgan insoningiz, ya'ni ming oilaviy bo'lsa ham ozgina dunyoqarashi torroq va ozgina yosh bolalarcha fikr qiladigan bo'lib chiqyapti. Qisqa qilib aytganda, orqangizdan qanday yaxshimi, yomonmi, qanday gap bo'lyapti. Bu yerda bilasizmi, ozgina fitnaviy gaplar va ozgina o'yinli gaplar bo'lyapti. Ya'ni bu yerda chuvstvolarni ozgina, ya'ni sizni chuvstvolaringiz bilan ozgina o'ynashayotgani va yarim yo'lga kelganda